Sirdaryoda va Andijonda soliqchi, Samarqandda MIB xodimi pora bilan ushlandi. Ushbu korrupsion holatlar yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 2 kishi qamoqqa olingan. Davlat xizmati xavfsizligi axborot xizmatining bergan xabarga ko'ra, joriy yil 7-noyabr kuni Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi bosh inspektori Sirdaryo tumanida faoliyat yurituvchi MChda o'tkazilayotgan tekshiruv jarayonida soliqdan 400 million so'm miqdorda qarzdorlik borligini aniqladi. Taqdim etilgan hujjatlar asosida bunday holatlar uchun aslida qonunchilikda ma'muriy javobgarlik belgilangan bo'lsa-da, o'zining beminnat yordamini taklif etgan soliq boshqarmasi sho'ba boshlig'i bosh inspektori bilan kelishgan holda ushbu qarzdorlikni 90 million so'mgacha kamaytirib berishni va'da qiladi. U xolis xizmati evaziga $1,5 ming miqdordagi pulni olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlanadi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, soliq qarzdorligini aytilgan summaga kamaytirish bo'yicha rasmiylashtirilgan tegishli dalolatnomani jamiyat rahbariga bergan vaqtida bosh inspektor ham protsessual tadbirda ushlanadi. Navbatdagi holatda Andijon viloyati soliq boshqarmasining bo'lim inspektori viloyatning Ulug'nor tumanida quyosh panellari o'rnatish bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatning yuridik manzilini o'rganish bo'yicha tekshiruv olib boradi. Natijada u mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli manzilda faoliyat yuritayotgani, hisobotda ko'rsatilgan qoldiqdagi tovar moddiy boyliklar bo'yicha bir qator nomutanosibliklar borligini aniqlaydi. U holatga oid dalolatnoma rasmiylashtirilib, jamiyatning bank hisob raqami orqali amalga oshiriladigan operatsiyalarni to'xtatib qo'yadi. Ammo ushbu soliq inspektori o'z xizmat mavqeidan foydalanib, aniqlangan kamchiliklar bo'yicha ma'muriy huquqbuzarlik bayonnomasini rasmiylashtirmaslik hamda bank hisob raqamiga qo'yilgan taqiqlarni olib tashlashni aytib, MChJ hisobchisidan $500 talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati, soliq qo'mitasi, shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda soliq idorasi xodimi 6 million so'm ekvivalentidagi pul mablag'ini o'zining qarindoshlariga tegishli ikkita bank plastik kartasiga o'tkazdirib olgan vaqtida ushlanadi. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Boshqa bir holatda esa Majburiy ijro byurosi Samarqand shahar bo'limi davlat ijrochisi moddiy manfaatdorlik evaziga fuqarolik ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudining javobgar shaxsga nisbatan bank tomonidan belgilangan 117 million 804 ming so'm qarzdorlikni bank foydasiga undirish haqidagi fuqarolik ishi bo'yicha chiqarilgan ijro varaqani